Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bizga Impreza brendidan chamadonlarimiz kelgan. Ko'rishingiz mumkin, mana hozir buni bittasini obzor qilib bular ikkitalik bo'ladi. Eng kichkina bilan, ruchnoy ketadigan razmer bilan, undan kattaroq, sredniy razmerda bo'ladi. Yurishlari yumshoq buni, balonlari yumshoq. Mana bu yerda lin diskasini qo'yib qo'yishgan. Impreza ochilishdan bostirib ko'tarib ochiladi. Bu yoqda zamokli bo'ladi. Bu yoqda zamokli bo'ladi. Buni ustida kilonkali cho'mchagi bor, bu yerga partneralar solib qo'yiladi. Bu yoqda setkali joyi bor, bu yerga yana mavjud narsalar solib qo'yiladi. Bu yoq tomoni ochuv qilingan narsalarni joylab remenni taqib qo'yasizlar, bu remen ushlab turadi. Chetlari, karkaslari baqvat qilib qilingan, cho'mchak ketib qolmaydi. Yopilishi bosib qo'yiladi, bo'ldi. Bu chamadonimiz polipropilen emas, polikarbonat bo'ladi, ya'ni PC bo'ladi. Bularimizni narxi 550 ming so'mdan chiqadi komplekt. Alohida olaman desanglar, bunisi 300 ming, kattasi 350 ming so'm bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar, O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.